Assalomu alaykum. Qanday ishlar tuzimizlar? Podpischilarim meni kukunni garnitur yasataman degan bo'lsanglar, o'zim podpischilarimga sal yengilroq qilib berasiz. Sizlar suratini tanlasanglar, mana uni chiqarish kerak meni uyimga desanglar, deb chiqarib berasiz, do'stlar. Jang uy solayotganlar. Mana mebel kukunni garnitur qancha bo'ladi desanglar, biz ashunga qarab deb chiqarib beramiz sizlarga, do'stlar. Mancha summa metri manchadan bo'ladi deb aytamiz. Bemalol qattalargilar. Kanalimizga kirsanglar, podpisatsiya bo'lib, kommentariy yozib qo'yishni unutmanglar, do'stlar. Sizlarga qo'limizdan kelgancha yengilroq qilib berishga harakat qilamiz. 50 ko'rasizlar, bozorni ko'rasizlar, bozorda qancha bo'lsa o'shundan pashti arzon bo'ladi. Sizlarga. Sizlar internetdan bu, Google'dan bu mononi chiqarish kerak meni uyima. Metri qanchadan bo'ladi desanglar, sizlarga metrini chiqarib beramiz. 1 metri sizga manchadan tushadi deb aytamiz. O'shunga qarab uyingiz metrini chiqarib olasiz. Masalan, 1 metri 10 ming so'mdan bu, 5 ming so'mdan bu tushsa, masalan, misoli 10 ming deylik, 10 ming. 3 metringiz 30 ming bo'ladi. O'shunday. Sizlarga qarab, sxemalari qimmat bo'ladi uni. O'sha bizga videosini tashlab bersanglar, o'shini qarab turib, videosini qarab, значит, mayerga manaqa sxema ketadi ekan, mayerga manaqa sxema ketadi ekan deb sxemalari bilan qo'shib, sizga butishini, pulni chiqarib beramiz, do'stlar. Qo'limizdan kelgancha yengilroq qilishga harakat qilamiz.